بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ya Rabbal Alemin. Hürmetli kardeşler, bugün sözlemek olduğumuz olsa biz hazır Ramazan'ın 15. günüdür turvatımız. Şunun için hem de Ramazan eyni yerimleşip çıkıp keteyip kaldı. Allah Teala bu Ramazan eyda hemmeyle köplep emel ibadet kılınız kılsın, yaxşı emel ibadet kılınız kılsın ve bu Ramazan'da kılan emel ibadetlerimizni Allah Teala bizden kabul kılsın ve tekrar köplep nurgulgan Ramazanlarda ibadet kılınız kılsın. Hem de bu Ramazan'da kılınıdığan emel ibadetlerinin içinde adı bilen, çünkü Ramazan'da başka vakitte kılınılan ibadetlerden neticesi köpürek sevap verilir. Ramazan'da kılınsa bir ibadet. Bir ibadet. Bu Ramazan'da Leyletul Kadir gecesinde bir gece var. Bu gecede kılınan ibadet, bu gecede kılınan ibadet 84 yıl ibadet kılınga beraber. Ramazan'daki ruzlarının uykusu hem sevap, gecedeki kıyamla sevap. Yani başka aylarda kılınan sevaptın Ramazan'da kılınan sevap netice cihette acayip farklı halatı boğalık için hem de bizim İslam dinindeki 3. rüknüsü boğan. Yani 1. rükün iman etip şehadet etip Müslüman buluş, 2. rükün namaz okuş, 3. rükün bolsa zakat veriş. Zakat da bir farz var. Yedende. Bu zakat farzı Müslüman insanga kaçan farz buludu dese bir Müslüman insanın 85 gram altın 85 gram altın kıymeti de mesela hazır 25 milyon riyal desek mesela yani altındaki azan kıymeti buluşu qaraydı. Şu zakatını çıkardığı vaxtda altının kıymeti qancha pul bolsa şunun qarab qılınğan gap 85 gram altın kıymetinde pulusu bağlı bir adamın şu pulga sak bir yıl aylanıp ötken bolsa, şu pulga sak bir yıl ötken bolsa, şu pulga zakat çıkarış vacip buludu. Farz. Hem de şu 85 gram altının naq pul bolsun buludu, altın bolsun buludu, mal bolsun buludu. Fakat bundan çıkarıp ötediğin bir qancha narsalar var. O bolsa oturduğun oturduğun öyge zakat gelmeydi. Üzünün oturduğun, icareci verdiğin emas, oturduğun öyge zakat gelmeydi. Minediğin maşinige, başkaları icara vergen maşine emas, yani üzü minediğin maşinige zakat gelmeydi. Hem de üzündeki kod işleydiğin işlemcilerge zakat gelmeydi. Okuyduğun kitaplarga, işletildiğin hüner, sayman, asbab, zavut, maşinada üzümünde işletildiğin asbablarga zakat gelmeydi. Lekin nimege zakat geldi? Zakat şularının hemmesi işletildiğin haceti esliyden aşıp, yani oturduğun öy, üzerine yediğin tamıqı, kiydiğin kiyimi, okuyduğun kitipi, binediğin ulaq maşinesi, degandek işletildiğin telefonisi qatarlıq aşı öydeki işletildiğin sərəmcanlardan ayrı ötüp özünün işletildiğin andan naq pul yoki şu ticaret malları degandek şu mallarının kıymeti 85 gram altın yetip bir yıl assa şundan kemlep ketmey bir yıl ötse bir yıldan keyin bunun malıga zakat keladi. Yani 10'dan birinin 4'ten birini bilish gadanga farz buludu. Mesela 10'dan birinin 4'ten biri degan gap, mesela 10 riyal pul bolsa 10 riyalning 10'dan biri 1 riyal. 1 riyalning 4'ten biri 25 halala, 25 senat. 10 riyalga 25 senat. 100 riyalga 2 yarim koy. 1000 riyalga 25 koy. 10 ming koyga 250 koy.
100 ming ko'yga 2500 ko'y. Shundoq. Ya'ni intayin bir az miqdor bu. Qo'qib ketgudek miqdor emas. 1 million puli su odam aran 25 ming ko'y chiqirdigan gap. Andan bu unda jiq ko'lab ketadigan narsa emas. Ya'ni Alloh taolo bizga bergan ato qilgan pul mol qaraganda hech qancha gap, lekin buni bermasa buning jinoyati adasiz ig'ir. Qiyomat kuni shu bermagan zakotning shu bermagan o'sha zakotniki Alloh taolo oltin, kumush, pulan hammani o'tqa aylantirib akib peshonalarga, biqinlarga yiqib dog'laydi ekan. Mana shu sening bermagan o'sha zakotlaring. Kala, qo'y, tugila qiyomat kuni shu muguzlar holatga kelib dassab, shundoq abadlabadi tugunmas, bitmas azobda qiynaydi ekan. Zakot bermaganlarni qiyomat kuni. Va buni zakot bermaganlikdan butun shu 1 million pul odam 25 ming riyal Alloh bermasa, 1 million pulning bir harom qilinadi ekan. 100 ming riyal, 100 ming pul odam 2,5 ming zakotni bermasa, shu 100 ming qo'yni bir harom qilinadi ekan. Va bu shu haram maldan yegan adamning amal ibadati qabul bo'lmaydi, qilgan duosi qabul bo'lmaydi. Bu xatolik tufayli uning boshqa har xil baloya ofatlar kelib qolish ehtimolligi bor. Endi mana shu agar bir adam zakot shunchaki yo'q hisobda bo'lgan shu zakotni berishni tasdiqlab bu yerda mashina vaqasi yuz berib shuni o'tilab ketadi manchi pul. Bir kasallab qoladi, u kasallida manchi pul to'lab ketadi. O'ylamagan yerdan unga bir kelishmaslik kelib tijoratda ziyon tortib ketadi. Bularning hammasi, shu musibatlarning hammasi balkim shuning zakot ayirmaganligi sababini kelgan bo'lishi mumkin. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda sizlarga qanday bir musibat yetsa, sizlarning o'zinglar qilgan bir xatolik tufaylidan yetadi deb Alloh taolo bizga shunday degan. Shuning uchun oson ishni qilib keyin qilgan cho'ng ziyonning oldini olish uchun bu zakotni chuqur vaqtida joyida ado qilish kerak. Endi shu zakot deganiki ma'nosi arab tilida numu degan bo'ladi. Numu degan ya'ni o'sish. Ya'ni Alloh taolo yani mening yo'limda bersang men uni o'rniga to'ldirib beraman, balki taximiz ziyada beraman deyapti. Bir adam bu pulning zakotini har yili to'liq ayirib turdi. Alloh taolo uning bini bersa 10 ni beradigan o'rniga. Ammo zakotni ayirmaydigan odamcho, zakotni ayirmaydigan odamniki pul mili bara halokatga qarab ma'noda ekan, halokatga tugash qarab ma'noda ekan. Shuning uchun zakotini ayirgan odam degan pul milini hisoblab turdi. Hisob elib turdi. Qancha pul kirdi, qancha pul chiqdi bilib turdi va anda hisoblab turgan odam degan tabiiyki tijoratlar unoq topadi. Lekin hisoblamagan odamning tijorati halokatga qarab minishi bu muqarrar. Endi biz xo'sh, shu zakotniki miqdorini bayon qilib bo'lgan bo'ldik. Endi bu zakotni kimlarga beramiz? Deganda bizda nisob deb bir narsa bor. Nisob degan dedik, 85 gram oltin yoki shuning pulsining qimmatidagi mal. Shu nisob bir odamda bo'lib 1 yil o'tsa, gadanga zakot vojib bo'ladi dedik. Ammo shu nisobga yetgan pulsi bo'lmasa bir odamning, buningga zakot olsa bo'ladi bu odam faqir hisoblanadi. Shu zakot oladigan, zakot beradigan darajada pulsi bo'lmasa bir odamning, bu odamning mosi bo'ladi, zakot olsa bo'ladi. Endi Qur'oni Karimda shu zakot oladigan o'rinlarni 8 xil o'rinni Alloh taolo tafsili bayon qilgan. Endi sadaqatul fitr deb yana bir zakot bor. Bu sadaqatul fitrni bir odamning shu nisob 85 gram oltin pulusi bo'lsa, bedamdan bo'lsa, 1 yil o'tmasimi o'rni yana u pul usab aylanib turmasimi gadanga sadaqatul fitrni chiqarish vojib bo'laveradi. Ammo zakotni cho'disa, zakotda bu 85 gram oltin pulusi
tüvellep ketmesi kerak. Bir yılın içinde bu pul üsep ticaret qilib oyini turish kerak yoki tüvellep tushib ketmas. Şu nisabdan tushib ketmaslik kerak. Agar shu nisabdan tushib ketib qolsa bir yilning ichida buni zakat kelmaydi degan gap. Endi mana biz mushu holatda endi biz mushu 8 xil mazhabni bayon qilaylik. Alloh taolo Tevbe suresining 60-oyatida deydiki: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnnemes sadaqatu lil fuqara'i vel mesakini vel 'amilina 'aleyha vel muallafati kulubuhum ve fi'r riqabi vel gharimina ve fi sabilillahi ve binis sabili feridaten minallah vallahu alimun hakim." Allah Azze ve Celle deydi ki sadaqatniki masraflarını bayan kılıp, yani sadakat dediğiniz öşür zakatının masraflarını bayan kılıp. Çünkü bu ayetin aldığınki ayetlerde münafıklar Peygamber Aleyhisselam münafıklarga pul mal bersin ayet koşulup gidip pul mal bersin qattiq açıqlap qalgan mende ahvallar yüz bergendikin Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselam deyip ki innama degan gap bilan keltirib, innama degan sadakat, öşür zakat degan faqat mushu tuvandiki masraflarga xos, uni boshqalarga emas. Kimga bersa ko'ngli avaylab beradigan narsa emas öşür zakat degan. Öşür zakatniki o'rni belgilangan o'rni var. Şu o'rniga bersa ado topadi. Agar şu o'rniga berilmasa bu ado topmaydi deb Allah Taala innama bilan keltirib, ya'ni öşür zakat degan faqatlam va faqatlam birinci bo'lib faqirlarning haqqi. Birinci masraf faqirlar. Faqirlar degan ya'ni bununki pul meli nimaga nisabqa, ya'ni 85 gram altın derecesiga yetmagan. Pul meli 85 gram altın derece, ya'ni taxminan hozir Saudiya riyal pulda 25 ming riyal pul masalan hozirgi baza bahasida 25 ming riyal pulga pulusi yetmagan odamlar namurat hisoblanadi. O'ziniki shaxsiy hojatlaridan eshib yuqori degandek pulusi 25 ming riyal, shu oltinning qiymatiga qarab mangda hamda muqim 25 ming emas. Mushu adam namurat hisoblanadi. Ya'ni bu yerda faqir degan qanday odam desa, faqir degan ya'ni o'ziniki yigidak ishkidak narsa bor, jon saqlovdak narsa bor, lekin zakat bergidak iqtisodi yo'q odamlar. Mushu faqir hisoblanadi. Vel mesakin, ikkinchi masrafchi desa miskinlar. Miskinlar degan ya'ni hechimiz yo'q. Miskinlar degan buniki zakat beradigan nisobi yo'q. Zakatın tuvan nisabı yo'q. Hechimiz yo'q. Yigili, ishkili, yani turmushini qamdag'idek narsa yo'q bechoralar. Endi ma'u Hanefi mezhebida bunda ma'na aytiladi. Endi Shafiy mezhebida shu Shafiy faqirni, ya'ni hechimiz yo'q, yigili, ishkili, hechimiz yo'q odamlar birinchi masala. Ikkinchisi miskinni, ya'ni zakat beradigan nisob pulusi yo'q odamlarda bunda ma'na aytiladi. Xo'sh, endi üçüncü masraf bo'lsa vel amilina alayha. Ya'ni mushu zakat sadaqatlarni yig'ib shu egilerden, baylardan, zakat qilgan odamlardan yig'ib, shulardan tizimlab tutib elib, uning kenidan g'arib miskinlarni izlab 8 xil masrafga taqtidigan odamlar. Mushu taqtidigan odamlarmi bir kishilik, endi hamma emas, ya'ni bir kishilik 8 xil masrafning ichida bir kishilik o'zgacha maosh hisobida o'ziniki hojatiga qamdash uchun ishlar sarf qilsa bo'ladi, muvofiq miqdorda, hammasi ko'plab emas. Endi 4-chi xil masraf. 4-chi xil masraf bo'lsa, 4-chi masraf vel muallafati kulubuhum. Ya'ni dillari islomga moyil qilinish uchun pul mol sarf etiladiganlar. Bular Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Peygamber Aleyhisselam Qurayshning ichidan, arablarning ichidagi yuzlik arablarga, katavash bir qavmning ichidagi oqsoqol degandek hurmatli kishilarga pul mollarni beradi. Ularning qalbini islomga moyil qilish uchun yoki ularni islomda musulmon bo'lib qolgan bo'lsa, islomda mustahkam qilish uchun beradi. Mushu Peygamber Aleyhisselam zamonasida bo'lgan. Onun keyin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning xilofat davrida va Umar roziyallohu anhu xilofat davrida buni amaldan qoldirgan. Nima deb ular deganki, islom dini aziz bo'lib bo'ldi. Endi hozir dinlarni islomga moyil qilish uchun berilgan pulni masrafni bilmaymiz. Bilmasak bo'ladi. İllat ya sebep şu idi, sebep İslam dini uçağda aciz idi. Şunda pul mallarını bilish orqali shularning qalbini moyil qilib, islomninki
Küçük adamlar İslam toplaş kerak edi. Hem de hazır ona ihtiyaç kalmadı degan. Ammo lekin hozirgi zamonimizda men agarda bir adamniki musulmon bo'lish uchun yani navodeganki unaqa pul mol bersa, agar musulmon bo'ladigan holatda bo'lsa, bersa bo'laverdi. Bir adamga pul mol bersa, agar musulmon bo'ladigan holat bo'lsa, pul mol bersa bo'laverdi. Bu 4-xil masraf. Endi 5-xil masraf bo'lsa va fil riqob, ya'ni qul azod qilish haqida. Qul azod qilish. Riqob degan gap aslida buyun, gadan degan gap, ya'ni bir odamning gadini bir asirlikka, asoratga, qo'ya qulluq asoratiga yoki amaliyotdagi asirlikka tushib qolsa, ya'ni musulmonlar kofirlarning turmalariga tushib qolsa, masalan, kofirlarning quliga asir tushib qolsa, yoki qul bo'lsa bu, bunda qullarni azod qilish, undan keyin asirga tushib qolgan mo'min musulmonlarni kofirning qulini qutqizish uchun pul molini bersa bo'ladi. Bu 5-xil masraf. 6-xil masraf bo'lsa vel g'arimin, qarzdorlar uchun. Bir odamning qarzi bor. Bir odamning qarzi bog'lab qolsa, bu qarzdor odamga qarzini xalos qilib olish uchun buni zakot bersa bo'ladi. Hattoki bir odamning qarzi qilib qolgan bo'lsa, boshqa masraflarga bermay, o'sha odamning qarzini xalos qilib qo'ysa texmi afzal, masalan. Hamma masrafdan taqdim deb bir odamniki hacetini çıkamaya kalkandın, bir qarzda bulab bir adam nait kabul kalkan bolsa, şu adamın qarzını çıkarıp koysa, bir adam turmada kalkan bolsa, şunu kutuldurup çıkarıp koysa, bunu yürüdü. Yani 8 xil masrafının hemmisi biliyor olan bu bir şart demesinde. Bu galibiyle qarzdala 6-xil masraf. 7-xil masraf bolsa ve fi sebilillah. Allah yoludikiler. Yani Allah yolda cihatga chiqmoqchi. Allah yo'liga cihatga chiqib, aşağıda pek uylab qolganlar. Allah yo'liga cihatga chiqay deb, eti yo'q mingili. Yoki ulug'i yo'q. Munda sabablik Allah yo'lida cihatga chiqib, cihatda qapı tatib qolganlar. Cihat uchun kerakli rasmiyatlarga, kerakli materiallarga nima qilinmaganlar, yetolmaganlar. Mana mushuning uchun pul bersa bo'ladi. Bir adam haj qilish uchun sog'lom tan bergan, pasport hamma narsa yoki yo'lda uchiq ekan, lekin pul mol yo'qkan berib kelgan, farz hajni qilish uchun. Bunda qilgan bo'lsa, shu odamni haj qilib qo'yish uchun qilsa bo'ladi. Bir talib bola, Alloh yo'lida o'qiydigan talib bola ekan. O'zi namorat bo'lsa, talib bolalarga ehtiyoji bo'lsa, pul bersa, zakot bersa bo'laveradi. Ya'ni shu talib bolaniki shu 85 gram altın, yani bir yılda yüsep turduğun 85 gram altın kıymetinde pul mali bulmasa, talip balığı verse, yani ustazlığa, yani talip üretilen ustazlığa verse, zakat duruz buluyordu. Çünkü hemiz Allah yolunda ve Allah yolunda mangan her kadar kişi olsa, fakat yani pul mal almaydıgan haklardan, yani Allah yolunda diyen hep kandak yaptıysa, yani üzerindeki daveti için haklardan pul mal almaydıgan. Fakat Allah da bulan ketkenler. Bunda kişilerinki turmuş rasıklarını kandak kişiler kamdaş gerek, onun yakın yürük cemaatler, onunki bolsa bunun pul mal sadakatını emez, hediye biliş gerek. Hem de hiç bulamasa, eğer şuna kişilerinki, eğer ben pul tapım ben ticaret kılım ben de mansı bu adamla din öğütüdüğün ustazlar, okuyduğun talipler ben pul tapım ben de mansı okuyamaydı. Din zaya olup gidiyordu. Anda qılanda bunu qanda qilish kerak? Buni shu yurtdagi jamoatları, uni tuqqanlari uni hol ahvolini xabar olish kerak, hech bo'lmasa zakatni o'sishini bilish kerak. Endi 8-masraf bo'lsa ibn sebillah, ya'ni yo'l o'g'illari, musofirlar, ya'ni o'ziniki yurtida pulusi bor, o'zining yurtida pul moli bor, lekin ma'lum sabablar tufayli yurtga borolmay qolgan, qo'lida pul mol qolmagan mushundaq ibn sabillahga zakat bersa durust bo'ladi. Bu 8-xil masraf. Ham xuddi hozir Uyg'urlar shunga tushdi, ya'ni vatanda pul moli va uylari va bisotlari bor, lekin miyaga kelib borolmay, shuni qo'li qisqalab qolgan, faqirlavlab qolsa 85 gram qiymatida pul moli yo'q odamlar. Bunda turmush eg'ligini qolganlar bo'lsa, bularga zakatni bersa bo'ladi. Muşlar hemmisi 8 xil masrafning ichiga kiradi. Ammo muşlardan sırt, muşu şekildeki kişilerden başka pul mali 85 gram altından ziyade pul mali var. Yoki
Bunda şu 8 xil sifatmış edik. Sifatning hech qaysiga tushmaydigan odamlarga zakatni bir adam bergan bo'lsa, buning bergan zakati qabul bo'lmaydi. Az zakatni olgan odam o'tni olgan bo'ladi. Har ikkisi qattiq ig'ir gunohkor bo'ladi. Shuning uchun bu zakat berishdagi masallarni bayon qildik. Yani Ramazan oyida kılınan ibadet başka aylarda kılınan ibadetten neticesi savabı günlerlik boğalık için sabıkı boğalık için şu ayda bir veliş gerek dedik. Lakin bu bir veliş gerek degenlikten üzeri bir adamın pul malığa zakatga bir yıl tuşap boğan bolsa bir Ramazan kelmegen bolsa Ramazan kelgende ödep sakap otuş bulmaydı. Çünkü 6 ayını yap gidiyordu bu çağda. Yoki 5 ay yoki 2-3 ayını ziyade yap gidiyordu. Bu çağda 2-3 ayının zakatını vermegen boludu. Bir kolumuzda şu nisab payda bo'lgan kundan boshlab, ya'ni 85 gram oltin qiymatidagi pul payda bo'lgan kundan boshlab tijorat qilib turgan odamlar, harakat qilib turgan odamlar. Shu chaqda kunni hisoblaymiz. Shu kun tartib 1 yil to'ssa, shu kuni gadanga zakatni berish vojib bo'ladi. Ammo Ramazonda berganlar oldin olib berib qo'yganlardi. Ya'ni 1 yil to'shmadi, lekin 1 yil to'shmasa-mu, o Ramazonni o'ziga hisob qilib olib, har yili Ramazonni bir deganga aylantirib olganlar, bu nihoyat yaxshi, ya'ni hisob uchuq bo'ladi. Şuna Allah Teala hammeylenge tevfik hidayet ata qilsin. Pul mallarımızın zakatlarını joyida ayırıp halallab ketadigan bu pul mallarımızını Allah yo'lida bizga bu dunyo oxiratning manfaatli yo'llarida sarf qiladigan bandalarni qilsin. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.